Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Quyidagi savolimizda quyidagi tenglikni qanoatlantiruvchi A, B, C natural sonlar uchun A plus B plus C ning eng kichik qiymatini toping. Demak, yig'indining eng kichik qiymatini topish uchun bizda tenglik ham eng kichik qiymatini topishimiz kerak. Ya'ni teng berilgan ifodamizda teng bo'ladigan eng kichik natural son. Ya'ni bu savol ishlashda 3, 4, 5 sonlarning eng kichik umumiy bo'lisini topamiz. Xo'p, demak, e kub 3, 4, 5. O'zaro tub sonlar bo'lganligi uchun hammasini ko'paytiradigan bo'lsak 60. Demak, tenglikning eng kichik qiymati 60 ekan. Bu yerdan endi o'ylaymiz, 3 sonimiz nechaga ko'payadigan bo'lsa 60 hosil bo'ladi. Albatta bu 20. Demak, bizda A plus 1 ifodamiz 20 soniga teng bo'lishi kerak ekan. Bundan A ning qiymati 19 soni hosil bo'ladi. Keyingi ifodamiz 4 sonimiz nechaga ko'payadigan bo'lsa 60 ga teng bo'ladi. Demak, bizda B plus 3 ifodamiz 15 ga teng bo'lishi kerak. Ya'ni 4 15 ga ko'paysa, ya'ni 4 sonimiz 15 ga ko'paysa 60 soni hosil bo'ladi. Shundan B ning qiymati bizda 12 bo'ladi. Bu yerda 5 sonimiz qaysi natural son ko'paysa 60 soni hosil bo'ladi degan savol. Demak, 5 ya'ni 60 5 ga bo'ladigan bo'lsa 12. C ning qiymati 12 bo'ladi. Demak, yig'indining eng kichik qiymati A plus B plus C, ya'ni 19 qo'shilgan 12 qo'shilgan 12 43. Ya'ni yig'indining eng kichik qiymati 43 ga teng bo'ladi.